Savol: Imom A'zam zaif roviy sanaladimi? Hadisshunoslik darsida eng asosiy mavzu shundan iboratki, hadislar 3 qismga bo'linadi. Sahih hadislar, hasan hadis va zaif hadislarga bo'linadi. Muhaddislarimiz Imom al-Buxoriy, Imom at-Tirmiziy, Imom Muslim va 6 ta sahih deb ummatdan olgan muhaddislarimiz o'zlarining kitoblarini sahih hadislardan jamlaganlar. Endi muhaddislarni shu sahih hadis yo hasan hadis yo zaif hadisga deb ajratishliklari bu faqat shu ilmni o'ziga taalluqli. Ba'zi birlar bu ilmni olib adabiyotga, tarixga yoki fiqh masalalariga to'g'rilashi va shu muhaddislar qarashi bilan qarashligi bu noto'g'ri hisoblanadi. Chunki ularning o'ziga yarasha asoslari va usul qoidalari, usul fiqh va boshqa qoidalari bor. Yaqinda Imom Zahabiyni Mezonul E'tidol degan kitobida 9092-hadisda shunday deyilganki, Imom A'zam rahmatullohi alayni zaif roviyga chiqargan. Aslida eski qo'lyozma kitoblarimizni tekshirib chiqqanimizda 9092-hadisda bu haqida hech qanaqa ma'lumot berilmagan. Hatto Imom Zahabiy kitoblarining boshida shunday deb yozganlarki, men buyuk imomlar, Imom Shofiy, Imom Malik, Imom Hanbal, Imom A'zamdek mushtahid zotlar haqida hech qanday ularni zaif yo sahih deb yozmoqlikka azm qaror qilmadim. Men bu ulug' kishilar to'g'risida biron bir suhbat qilmadim va kitobimda ularning nomlarini keltirmadim degan.